Har bir ayol bilishi kerak bo'lgan asosiy 5 ta moliyaviy qoidalar bor. Birinchisi, daromadning bir qismini har doim tejash kerak. Daromad qayerga ketayotganini bilish kerak va har doim mablag'ni ajratish kerak. Ikkinchisi, qarzlarni nazorat qilish. Keraksiz qarzlardan qochish va qarzni reja asosida to'lash moliyaviy erkinlikni olib keladi. Uchinchisi, moliyaviy maqsad qo'yish. Bu katta yoki kichik maqsad. Pulni qayerga, qachon yo'naltirishni bilish kerak. To'rtinchisi, investitsiya qilishni o'rganish. Pulingizni faqat tejash emas, uni sarmoya qilishni ham o'rganish kerak. Va beshinchisi, ya'ni eng asosiysi, moliyaviy bilimlarni har doim oshirib turish kerak. Bular kurslar, mentorlar yoki darsliklar orqali doimiy ravishda moliyaviy savodxonlikni oshirib turish kerak. Bu esa har bitta ayolning moliyaviy muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Bu videoni rivojlanish maqsadida yurgan ayollarga jo'natib qo'yamiz.